yurtdoshlar, bugun xudo xolasa navbatdagi savdomiz Sirdaryo viloyati Guliston shahriga bo'ldi. Akamiz bizga zakaz qilgan edilar bundan bir 3-4 kun oldin. Tayyor bo'ldilar, olib ketyaptilar. Akam o'zingiz taassurotlaringizni aytsangiz, ishimizga baho bermang. İşlerin yaxshi, rahmat, baraka topinglar. İşleringga rivoj. Alloh Allohga aytgan vaqtga bo'ldi, muxlisga labziga javob bergan yigitlar yaxshi. Baraka topsin, topgan pullaring Alloh halol ekan, baraka bersin. Rahmat aka, sizga ham tabriklaymiz Alloh bilan. Xo'p, salomat. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Xo'p, telefon bo'lib qoldi. Alo. Bu aravamizga kelsak, bu aravamiz 1.52-250 bo'ldi. Lasettini ballonlari, parkop va zanjirlari bilan bir mo'sta arava. Mana ko'rishingiz mumkin. Moshina qilib taxlab berdik. Sirdaryo viloyatiga zakaz qilgan edilar. Mana tayyorlab hammasi chiroyli qilib, yelkasi kuzov nomerlari bilan taxlab berdik. Kimga shunday aravalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allarol tumani. M39 katta beton yo'lning ustidamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xo'p, katta rahmat yigitlar, baraka